Hammaga salom do'stlar. Videoni boshlashdan oldin like va obunani bosishni unutmang. Men O'zbek FNAF YouTuberiman. Menga yordam berasiz degan umiddaman. FNAF. Bu o'yinni eshitmagan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Lekin biz bugun FNAF haqida gaplashmaymiz. Biz bugun Five Nights at Freddy's pizzeriyasini yaratgan Springtrap, ya'ni William Afton haqida gaplashamiz. William Afton. Lekin uni ko'plar Purple Guy deb eslab qolishgan. Nega u bolalarni o'ldirgan? Animatroniklar qanday ishlaydi? Uning hamkasbi qanday o'lgan va nima uchun o'lgan? Uning bolalarning o'limi tasodifmi? Bugun shu savollarga javob beramiz. 1980-yilda William Afton va Henry Emily birgalikda restoran ochdi. Va ular bu restoranning nomini Fredbearning oilaviy kechki ovqati deb nomlashdi. Bu oddiy restoran emas edi. Unda animatronik nomli robotlar ham bor edi. Boshida ular asosan 2 kishi edi. Ya'ni Fredbear va Spring Bonnie. Dastlab animatroniklar endoskeletiz edi. Ko'rib turganingizdek ishchi kiyim kiyapti va ular oldin prujinkalar edi. Lekin bir kun prujinkalar buzilib, mexanika ishlab ketdi va ishchini siqib tashladi. Bu odam Henry, Emily va William Afton yoshlar edi. Bu voqeadan so'ng prujinali kostyumlar xavfsiz xonaga joylashtirildi. Ularga endi sahnaga chiqish uchun haqiqiy robotlar kerak edi. Shu sababdan restoranni vaqtinchalik yopib turishdi. Endoskelet g'oyasini esa Henry, Emily o'ylab topdi. William Aftonning qotilligi shundan so'ng boshlandi. William Aftonning Henry, Emilyga hasadi keldi. Ko'p kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Va nihoyat ular birinchi Freddy Fazbearni yaratishdi. Bu yerda marionetkadan tortib Foxygacha yangi animatroniklar bor edi. Marionetka shaxsan Henry Emily tarafidan o'zining qizini himoyalash uchun yaratilgan edi. Henryning qizining ismi Charlotte edi. Kun Freddy Fazbear ishlayotgan payti Charlotte tashqaridan deraza tomondan tomosha qilib o'tirgan edi. Mashina keldi va hasaddan o'lib qolguday bo'lgan William Afton tushdi va Charlottening oldiga borib 10 martalab pichoq suqdi. Jasadni qayerga tashlashni bilmasdan axlat qutisining oldiga tashlab ketdi. Shu paytda marionetka o'zining qutisining ichida Charlotte hozir xavf ostidaligini bilib chiqish uchun harakatda edi. Qutidan ba'zilar chiqib jasadning oldiga borganida esa u kechikkan edi. Lekin jasad ichidan ruh chiqdi va marionetkaning ichiga kirdi. Ruh marionetkaning ichida tiqilib qolgan edi. Mana shu William Aftonning birinchi qotilligi. William Aftonning fikricha, agar kimdirni o'ldirsa, u cheksiz yashar ekan. U shu safsataga ishonib, ko'plab bolalarni o'ldirdi. Jasadlarini esa animatroniklarning ichiga tiqib yubordi. Bu qotilliklarni esa har doim kechqurun qilardi. Ertalab esa animatroniklarning ichidan jasad hidi sasib hid kelar edi. Buni sezgan odamlar esa politsiyaga shikoyat qildi va politsiya William Aftonni hibsga oldi. Ko'p kunlardan so'ng politsiya William Afton qotil ekanligiga sabab topolmasdan uni yana qo'yib yubordi. Lekin u bilmasdiki, jasadlar animatroniklarning ichida edi. Animatroniklarning ichidagi sassiq hid restoran yopilishiga sabab bo'ldi. Bunga qaramay William Afton restoranda qoldi. Kunlardan bir kun uning ko'ziga arvohlar ko'rina boshladi. Bu o'lgan bolalarning arvohlari edi. William Afton ulardan qochib xavfsiz xonaga kiradi va Spring Bonnie'ni kiyadi. U Spring Bonnie'ni kiygandan so'ng uning atrofida arvohlar yig'ila boshlaydi. Yig'ila bo'lgach, Spring Bonnie'ning Spring Lock nomli mexanizmi ishlab ketadi va William Aftonni siqib qo'yadi. Shu voqeadan so'ng William Afton shu holga keladi. Bu William Aftonning hikoyasi. Ikkinchi savol, ya'ni animatroniklar qanday ishlaydi degan savolga javob. Animatroniklarning ichidagi bolalar xuddi marionetkaning ichidagi Charlotte kabi
animatronik ichida qotib qolishadi va chiqa olmaydi. 3-savol. Henry Emily qanday o'lgan va nima uchun o'ldi? Henry Emily qizining o'limiga chida olmadi va o'zini o'ldirish uchun yangi animatronik yaratdi. U animatronik esa Henry Emilyni o'ldirdi. Bu faqat kitobida. Bu kitobni Scott Cawthon, ya'ni FNAF o'yinini yaratgan odam chiqargan. Lekin FNAFning syujetiga qaraganda Henry Emily o'zini FNAF o'yinining 6-qismida butun Fazbear binosi, ya'ni restoran bilan qo'shib yoqib yuboradi, animatroniklarni o'ldirish uchun. 4-savol. Afterlar oilasi qanday buzilib ketgan? Ya'ni Afterlar oilasidagi bolalar qanday o'lgan? Shu savolga hozir javob beramiz. William Aftonga nima qilganini hammamiz bilamiz. Chunki uning hikoyasida hammasini men aytib berganman. Lekin uning oilasichi, ya'ni xotini, bolalari. Demak, uning xotinidan boshlaymiz. Uning xotinining o'limi noma'lum va uning xotini haqida hech qachon bizga hech kim gapirmagan. Lekin ko'plab teoriyalarga qaraganda uning xotini FNAF Sister Location o'yinidagi Ballora bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. Endi uning eng katta o'g'li haqida gaplashamiz. Uning eng katta o'g'li Michael Afton o'zining ukasining o'limiga sababchi bo'ladi. U yoshligida ukasining ustidan juda ham ko'p kulardi va oxir-oqibat ukasini o'z qo'llari bilan o'ldirib qo'yadi. O'z qo'llari bilan emas, albatta. U ukasining kallasini Fredbearning og'ziga tiqib qo'yadi va Fredbear uni kallasini tishlab uzib oladi. Shundan so'ng Springtrap, ya'ni William Afton undan nafratlana boshlaydi. U katta bo'ladi va biz o'ynaydigan FNAF o'yinining bosh qahramoni ham shu Michael Afton. U dadasining shu restoraniga qorovul bo'lib ishlashga kiradi va shu yerda ham o'lim topadi. U FNAF Sister Location restoranigacha tirik qoladi, lekin Sister Locationga kelganda uni hamma animatroniklar birlashib o'ldirishadi va ichiga kirib olishadi. U animatroniklarning maqsadi esa yana odam bo'lish edi. Lekin kunlardan bir kun Michaelning ichiga kirib olgan o'sha animatroniklar sababli Michaelning terisi ko'kara boshlaydi va pushti rangga kirib qoladi. Buni ko'rib qolgan Michael Aftonning ichiga kirgan, ya'ni uni ichidan boshqarib turgan Ennard ismli animatronik buni ko'rgandan so'ng bizni sezib qolishadi deb bu tanani tark etishadi. Keyin qandaydir mo'jiza sababli Michael Afton yana qayta tiriladi. Lekin hali ham o'sha pushti terida edi. Odamlar undan qo'rqmasligi uchun u niqob taqib oladi va yana restoranga qaytadi. Lekin bu safar yana bitta maqsad bilan, ya'ni otasi Springtrap William Aftonni o'ldirish uchun. Lekin baribir kuchi yetmagandan so'ng u ham Henry Emilyga o'xshab binoni o'ziga qo'shib yoqib yuboradi. U yoqib yuborgan binoda esa Springtrap ham bor edi. Michael Afton haqida gaplashib bo'ldik. Endi o'rtancha qiz, ya'ni yagona qiz Elizabeth haqida gaplashamiz. Elizabeth hammadan oldin o'ladi. Ya'ni Aftonlar oilasidan birinchi o'lgan odam u bo'ladi. Chunki hali Springtrap, ya'ni William Afton 1983-yil Sister Location restoranini ochgan payti uning dadasi boshqa bolalarga Circus Baby laqabli animatronikka yaqinlashishga ruxsat berayotgan bir paytda u Elizabethga animatronikka yaqinlashishga ruxsat bermaydi. Elizabeth yig'lasa ham, yalinsa ham dadasi ruxsat bermasdi. Lekin Elizabeth dadasi Circus Baby'ni aynan u uchun yaratganda o'ylardi. Shu xom xayollarga berilib, bir kun Elizabeth dadasidan so'ramasdan Circus Baby'ning oldiga boradi. Circus Baby'ni yaratayotganda uning xotirasiga
Agar uning oldida bitta yosh bola bo'lsa, uni yutib yuborish yozilgan bo'ladi va o'sha yolg'iz bola Elizabeth bo'ladi. Elizabeth Circus Baby'ning oldiga boradi va dadamga meni shu yerdaligimni aytma deydi. Circus Baby esa unga muzqaymoq beradi. Elizabeth muzqaymoqni olgan payti Circus Baby uni yutib yuboradi. Elizabeth haqida ham gaplashdik. Endi eng yosh bola, ya'ni Cassidy. Lekin ko'plar uni yog'loqi bola deb eslab qolishgan. Uning akasi uni har doim qo'rqitardi va bir kun boya aytganimdek, uni Fredbearning oldiga olib borib, o'z qo'llari bilan o'ldirib qo'yadi. Buning nomi esa 83-tishlash deb atalgan. Mana hamma savollarga javob berib bo'ldik. Shu bilan agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Manshamol gameplay bo'ldim va bu FNAF haqida. Hammaga xayr.